Juda maza qilib o'ynashdi. Mana Hamroz degan qo'shig'ini, ha? Kambaz urib ketgan variant. Lekin uyidagi bilasizmi, qo'shiqni Shahramshoh Hofizimiz xafa bo'lmaydi. Hofiz o'zimizniki-da, bu jigar. yaxshi yigit. Yo, bu ham aytmoqchi emasdi. Buni xotini zakasi. Ha! Ana shu. Lekin uyidagi bilasizmi, Shahramshohdan e'tibor beraman. Qo'shiqni qoshi bilan, ko'zi bilan shunaqa tushuntirib beradi, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Qo'shiq zo'r, lekin Shahram maza qildi. Gapiraydan bori, qalampir sho'rva ichganim ham esimdan chiqib ketdi bor. Ishqilib Yulduz opam uxlayotgan bo'lsalar. Aytadi, ko'p kulsak yaxshilik bo'lsin deydi. Yaxshilik bo'lsin o'ylayman. Reklama yo'q, boradi. Yoqimjon janjal bo'lmasin deyman-da, mayli.